Assalomualaikum obunachilar. Gullan optik o'qish kelibsiz. Ben Kunjar oladi. Shunga qisqa video tanishtirib o'tamiz. Mana optik numeradan kelaverasizlar. Yemlang narx-navosini bilib chiqamiz. Bu yemimiz 5700 so'm ekan. Buniki bu 5300 so'm ekan. Bu Gullan yani shu yerning yemi shu zotda chiqib turgan ekan. Bu 6400 so'm. Ajoyib. Nux kunjaramiz 6700 so'm. Bu yurib turgan kunjaramiz Chimboy 7100 so'm. Nafis bor ekan 7200 so'm. Nafis kunjara 7200 so'm. Bu baholar kunda o'zgarib turibdi ekan. Yana xafa gila bo'lib bilmasin. Kunda narx o'zgarib turibdi ekan. Kommentariyada ustida yozib suratdan ko'rib Resmen benim şunu ver. Usta çek, bir yerden narx-navolarni aytib beringlar. Çek. Normal mi ya? En 6200. Qozog'iston Shurot ekan. 5000 so'mdan. Çalıp kendisi. Mana bu da kepaklarda shorkalardan biri bo'lar ekan. 4200 so'm ekan. Kilo. Xaltaram turibdi ekan 20 kilodan. Bu da kepaklar 25 kilo. 90 ming so'm ekan. Kelaverasizlar. Gullan nimaladinglar. Like'larni bosib, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ya. Nux kunjaradan aldık. 6700'den 950 kilo. Ha. Mana. Kelaverasizlar. Gullan numeraning numerini qo'yib qo'yamiz. Ham ishlarni Habibullo ukamiz dastlabki beradi ekan. Habibulloning numerini qo'yib o'tamiz. Bizning Kirov Bogatga shu Gullanga mevalab kelgan vaqtida dastlabki olib borib beradi. Bu yerdan olib. Sizlar klik etib Gullan numerasiga tashlaysizlar. Plus kartasini bu Habibullo ukamiz xizmatlaringizni olib uylaringizga tashlab